Assalomu alaykum. Agar testosteroni past bo'lsa, uni ukol qilib ko'paytirsa yoki kachok bo'lmoqchi bo'lsa-da, testosteron olsa, zalga borib testosteron ukol qilsa, qoni quyilib qoladimi? Mana shu narsani o'rganamiz. Shunaqa kommentariyda savol tushgan ekan. Men har bittalarning kommentariylarini o'qiyman. Keyin shu temada video bormi deb YouTube dan qidiraman. O'zimning videolarim bormi, boshqa begona videolar bormi? Yo'q bo'lsa, sizlarga alohida dars qilib beraman. Demak, agar nimadir sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol kommentariyda yozib qoldirishingiz mumkin. Xo'p. Demak, tabiiy holatda, oddiy holatda 1% erkaklarning qoni ko'p bo'ladi. Ularning gematokriti ko'p bo'ladi, 54 dan oshgan bo'ladi va qoni quyilgan deb oddiy xalq tilida aytiladi. Endi agar testosteron ukol olsa 22% erkaklarda testosteroni tufayli, testosteron ukoli olgan tufayli qoni gematokriti ko'payib ketadi. Eritrotsiti oshadi, gemoglobini oshadi, gematokriti oshadi deb xalqaro rekomendatsiyalarda, xalqaro manbalarda shu narsa aytilgan. Haqiqatda testosteronni to'g'ri ko'paytirsangiz, bizni sharoitlarda taxminan 10% dan kam erkaklarda gemoglobinni, eritrotsitni, gematokritni oshishi kuzatiladi. Nega? Misol uchun testosteron prepanat, testosteron enantat, amnodrin degan dorilarni ko'p ishlatishadi va bularda avvalgi kunlarida, birinchi kunlarida bir necha kunning ichida pik bo'ladi. Ya'ni testosteronni normadan oshib ketishi kuzatiladi. Doktorning vazifasi testosteronni shunaqa ko'paytirish kerakki, u o'sha erkakni o'zini fiziologik normasidan, referensidan, xalqaro referenslardan va erkakni fiziologik normasidan oshib ketmasligi kerak. Shunda qoni quyilib qolmaydi. Agar kimdir testosteronim past, lekin uni ko'tarishdan qo'rqaman, to'g'ri ko'tarishni biladigan doktorni topsam ko'tarardim. Jinsiy quvvatim past, jismoniy quvvatim past, sport qilmayman, sport qilishga kuchim yo'q, ishlagim kelmaydi, asabim chatoq, uyqum chatoq. Lekin kim testosteronni ko'tarsa qoni quyilib qolar ekan deb qiynalib yurgan bo'lsa, qiyin emas. Biz buni to'g'ri ko'tarishni va agar shu asorat yuzaga kelsa, uni oldini olishni bilamiz. Если shu, mana bu klinikamizning nomi, mana bu klinikani telefoni, adres, lokatsiyalarni so'rab olish uchun mana bu o'zimning telegramim. Mana shu joyda saqlanch qilib olib, skrinshot qilib olib, Telegramdan yozsangiz javob beraman. Biz darsimizni davom ettiramiz. Demak, testosteron qilsa qon quyilib qo'yishi nimaga, sababi nimaga ekan? Ikkita mexanizm bo'yicha amalga oshadi. Testosteron eritropoetin pochkalarda qon ko'paytiradigan, suyak ko'magida gemoglobin sintezini oshiradigan eritropoetin degan gormonni sintezini oshiradi. Shuni orqali gemoglobin, eritrotsitlar, gematokrit oshishi mumkin. Ikkinchi mexanizmi gipsidin degan jigarda ishlab chiqariladigan oqsil, gipsidin degan oqsilni kamaytiradi. Gipsidin oqsili kamayganda yegan ovqatingizdagi temir ko'p o'zlashtiriladi. Endi shunaqa erkak bo'lsa-da, testosteron ukolini oladi. Qo'y go'shti, qo'y yog'i, ot go'shti, mol go'shti, qizil go'sht tarkibida temir saqlovchi moddalarni ko'p iste'mol qilsa, gipsidini pasayganning hisobiga temir moddasi qonga ko'p so'riladi. Pochkalarda eritropoetini oshganning hisobiga testosteron ta'siri tufayli suyak ko'magida ko'p qon ishlab chiqariladi. Demak, bu narsa gematokritni oshishiga sabab bo'ladi. Xo'p, mana testosteron ukolini olganda gipsidin degan oqsil o'sha bir oyning ichida kamayar ekan va qon quyilishiga sabab bo'lishi mumkin agar davo noto'g'ri bo'lsa. Shu esingizda tursin. Ya'ni to'g'ri zamestительный terapiya, doktor tomonidan to'g'ri yozilgan davo bunga sabab bo'lmaydi. Testosteronni ukolini ko'p olish, noto'g'ri olish, piklarini bo'lishi sabab bo'lishi mumkin. 2014-yilda 6 oy davomida tekshirib ko'rishgan. Demak, bunaqa odamlarni 7% da gemoglobin ko'paygan, 10% ga gematokriti oshgan, 7% ga gemoglobini oshgan. Mana eritropoetin qonni tekshirsa ko'paygan va gipsidini kamaygan. Shu qatorda ferritini oshgan. Demak, hali belgilari paydo bo'lishidan oldin
уже qonda gepsidinni kamayishi kuzatilgan. Va bu erkaklarning yoshi qanchalik katta bo'lsa, qanchalik qari bo'lsa, shunchalik ifodalangan bo'ladi. Demak, 53 ta yosh yigitni 2008-yilda Clinical Endocrinology va Metabolism degan jurnalda tekshirishgan. Maqolada aytilyaptiki, 53 ta yosh erkakka va 56 ta yoshi katta, 59 dan 75 yoshgacha bo'lgan erkaklarga testosteron inantat ukolini qilishgan. O'zi testosteron inantat ukoli zamestительный terapiyaga unchalik ham to'g'ri kelmaydi. Biz deyarli ishlatmaymiz. Men eslolmayman oxirgi marta qachon ishlatganim. Menimcha umrimda 10 yil ichida ishlatmagan bo'lsam kerak. Va dozasi 25 mg dan 600 mg gacha bo'lgan, har hafta ukol qilishgan, 20 hafta ukol qilishgan va gemoglobin bilan gematokrit dozasi qanchalik testosteronni katta bo'lsa, shunchalik oshgan va qanchalik erkaklarning yoshi katta bo'lsa, shunchalik yoshlarga nisbatan gemoglobin, gematokrit oshgan. Xo'p. Demak, 45 yoshdan oshganlarda balandroq bo'lgan ekan. Yosh yigitlar olganda qoni unchalik ham quyilmas ekan. Bu bizning hozirgi slaydimizdan xulosamiz shundan iborat. Va ukol qilganda qanchalik qon quyiladi, gematokrit oshadi. Testosteron enantat olganda yoki testosteron sipionat olganda, testosteronni geli va testosteronni plasterini olganda qanchalik oshadi deb tekshirilgan. Testosteron undakanatni ichadigan kapsula holatida ichadiganidan foydalanilgan, har kuni ichishga to'g'ri keladi. Bu hozir bizning O'zbekistonda yo'q, ishlatilmaydi. Lekin mana agar ko'rsa, testosteron enantat yoki testosteron sipionat olganda eng ko'p qonni quyilishi kuzatilgan. 29 ta maqolani umumiy analiz qilgan va 3400 ga yaqin erkak qatnashgan. 2022-yilda Urologiya jurnalida chop etilgan maqola. Demak, gel o'rtacha oshirgan, gematokritni plaster eng kam oshirgan. Bizda undakanat yo'qligini hisobga olsak, testosteron enantat bilan sipionat olish gematokritni qonni quyilishiga ko'proq sabab bo'lgan. Demak, O'zbekiston sharoitida 45 yoshdan oshgan erkaklarga deyarli enantat, sipionat ishlatish mumkin emas. Ishlatsa qonni 20% gacha erkaklarda qonni quyilishi kuzatiladi. Xo'p, demak, bu yerda 2021-yilda Diabet va endokrinologiya jurnalida chop etilgan maqola 1000 ta erkak, 1000 tadan oshiq diabeti bor, prediabeti bor erkaklarni tekshirganda testosteron undakanat, ya'ni Nebido ukolini olganda 54 gematokritni oshishi 22% gacha erkaklarda kuzatilgan va oddiy holatda 1% erkaklarda kuzatilgan. Bu oddiy holat hisoblanadi. Shunaqa holat bo'lishi mumkin. Buni davolashga to'g'ri keladi yoki nimadir ko'riladi. Xo'p, demak, mana bu yerda androgeldan foydalanilgan, testosteronni gelidan foydalanilgan va 1% holatda gematokritni oshishi kuzatilgan. 2023-yilda New England Journal of Medicine degan jurnalda chop etilgan. 5246 ta erkakni tekshirgan, 45 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan va yurak kasalliklari bo'lgan. 27 hafta, ya'ni deyarli yarim yil mobaynida tekshirishgan. Endi qonni quyilib qolishdan infarkt yoki insult bo'lish holatlari sog'lom odamnikidan farq qilmagan, statistik jihatdan ahamiyatga ega emas. 1% holatlarda 54 dan gematokriti oshgan. Lekin erkaklarda androgelni ishlatish O'zbekiston sharoitida birinchidan juda qimmatga tushadi va har kuni surtishga to'g'ri keladi. Ko'pincha bir doza yetmaydi. Shuning uchun mana shunaqa yuragi kasal, ukol mumkin emas bo'lgan holatlarda ishlatiladi. Xo'p, endi nimaga ukoldan gematokrit qonni quyilishi ko'proq kuzatiladi deb so'ralganda aytyaptiki, pik, asosiy sabab pik. Pik degani qonga testosteronni ko'p so'rilishi. Shuning uchun pikga ega birdaniga qondagi testosteronni ko'taraveradigan ukollardan foydalanish shunaqa holatga sabab bo'ladi. Iloji bo'lsa gel ishlatinglar deb tavsiya berilgan. Lekin gel ishlatgan erkaklarda biz deyarli samarasini ko'rmayapmiz. Oldindan aytib qo'yaman, gelni biz ayollarga ishlatamiz. Ayollarnikini ozgina ko'tarib beradi.
Erkaklarga endi yaxshilab ko'taradigan darajada, normalniy ko'taradigan darajada gelni ishlatsak, juda ham qimmatga tushib ketyapti. Kimdir qo'rqsa, ukol emas, gel ishlatishi mumkin bemalol. Xo'p, endi uyda siz hech narsa qila olmaysiz. Biz har doim uyda nima qilishimiz mumkin degan qismimiz borda. Har doim uyda bunaqa qiling, bo'lmasa doktorga boring degan. Uyda siz testosteron ukolini olsangiz, o'zi aslida vaqti-vaqtida doktor aytganda tekshiruvga borsangiz, doktor o'zi koagulogramma, gematokrit, eritrotsit, gemoglobinlar, ferritinlarni tekshirib, shunga qarab xulosa qilib, o'zi sizni davolaydi. Endi uyda siz doktorga anchadan beri bormayotgan bo'lsangiz, общий analiz kiraviy topshirib ko'rishingiz mumkin. Gematokrit 54 dan oshishi chegara hisoblanadi. Xo'p, demak, testosteron, agar vrach bo'lsangiz, testosteron ukolini yozgan bo'lsangiz, birinchi yilda har 3 oyda gematokritini tekshirib turasiz, eritrotsit gematokritini, gemoglobinini. Xo'p, uyog'iga 1 yilda 2 marta tekshirib turasiz. Testosteron ukol olib qo'shimcha sigaret chekish va ortiqcha vaznga ega bo'lish, semiz bo'lish, ojireniyaga ega bo'lish gematokritni oshishini kuchaytiradi. Shuning uchun testosteron ukol olayotganda agar tamaki mahsulotlarini iste'mol qilsangiz, to'xtatasiz. Ortiqcha vazningiz bo'lsa, ozasiz va siz gemoglobin, gematokritsiz oshmaydi. Xo'p. Boshingiz og'risa, davleningiz oshsa, ko'rish xiralashsa, ko'rish buzilsa, yuz qizarishi kuzatilsa, oyoqlarda shish va og'riq kuzatilsa, doktorga borish kerak. Xo'p, endi doktor nima qiladi? Mana kasallikni har doim sababini davolash kerak. Kasallikni sababi bu holatda qonning ko'payishining sababi testosteron ukolini piki, ya'ni qonda yuqori bo'lib ketishi hisoblanadi. Pikka, cho'qqiga ega bo'lmagan testosteron preparatiga almashtiriladi. Agar referensdan, maqsadingizdan, normadan testosteron ko'paygan bo'lsa, testosteronning normasi kamaytiriladi va misol uchun hijoma yoki venadan qon topshirish kuzatiladi. Demak, testosteroni yetmagan erkaklarni testosteron ukol qilib, testosteronni optimumiga, normaga ko'tarish bu to'g'ri davo. Faqat gemoglobin, gematokritni nazorat qilib turamiz. Qonni quyilib qolishiga sabab birinchidan erkakning yoshi, ortiqcha vaznga ega bo'lishi, misol uchun temirga boy bo'lgan mahsulotlarni normadan ortiqcha iste'mol qilishi, misol uchun qashqadaryoliklar 0,5 kilo, 1 kilo go'shtni bir mahal yeydi. Shu bilan ko'p ichiga temir kiradi. Shuni hisobiga misol uchun qizil go'sht bilan oq go'shtni, baliq go'shti, mol go'shti, tovuq go'shti, mol go'shti, quyon go'shti, mol go'shti qilib aralashtirib yesa, temir kamroq kiradi. Demak, diyetaga ham e'tibor berishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, ortiqcha vaznimiz bo'lsa ozamiz. Nojo'ya emas, yomon illatlarimiz, odatlarimiz bo'lsa kamaytiramiz yoki hech bo'lmasa to'xtatamiz vaqtinchalik bo'lsa ham. Qolganini doktor o'zi hal qiladi. Demak, qonun quyilib qolar ekan deb testosteron olmaslik bu noto'g'ri. Agar testosteron olganda qon quyilib qolsa, doktor buni bemalol davolab normaga keltirish qo'lidan keladi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Bugun shunaqa dars edi. To'g'ri, og'ir bo'lishi mumkin, lekin bunaqa tema yo'q. Hech qayerda yo'q. Sizlar bilmasdan noto'g'ri xulosalar qilib, ukolni to'xtatib qo'yishingiz kerak emas. Ukolni to'xtatib qo'yishingiz bundan ham battar og'ir asoratlarga olib keladi. Xavotir olmanglar, tog'da yashaydigan erkaklar, tog'li hududlarda yashaydigan erkaklarning gemoglobini 200 gacha bo'ladi. Gematokriti 60 gacha ko'tarilib ketishi mumkin. Tup-tuzuv yashaydi, sizlardan ko'p yashaydi. Hech narsa qilmaydi, doktoringiz o'zi davolab tuzatib oladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.